5 daqiqada tayyor bo'ladigan qirsildoq baqlajondan salat tayyorlaymiz. Baqlajonlarni parrak qilib to'g'rab, ingichka salomka qilib to'g'rab olamiz. To'g'ralgan baqlajonlarni hammasini bitta idishga solib, un va kraxmal solib aralashtirib qo'yamiz. 15 daqiqa tindirib qo'yamiz. Asl barakani halol kopchonni kolbasalarini ham xuddi baqlajondek qilib, ingichka salomka qilib to'g'rab olamiz va bizga kerak bo'ladi qizil bulg'or qalampiri. Yupqa qilib buni ham to'g'rab olamiz. Chesnok salatimizga o'zgacha maza beradi. Chesnokni ham maydalab to'g'rab olamiz. Qizib turgan yog'da baqlajonlarni ikkiga bo'lib qirsillatib qovurib olamiz. Alohida tovaga yog' solamiz. Birinchi chesnokni solib, chesnokni mazasini yog'ga chiqarib olamiz va ketidan to'g'ralgan bulg'or qalampirni solib 2 daqiqa qovuramiz. Tabga ko'ra tuz solib, to'g'ralgan kolbasani solib 2-3 daqiqa yana qovurib olamiz. Deyarli hamma mahsulotlarimiz tayyor bo'ldi. Xohishga ko'ra ko'kat ham qo'shsangiz bo'ladi. Hamma qovurilgan mahsulotlarni ko'kat bilan yaxshilab aralashtirib dasturxonga tortasiz. Salat tayyor bo'ldi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Agar ishtahangiz ochilgan bo'lsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.